Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun avtoda nima gap loyihamizda Chang'an T3 modelini obzor qilamiz. Plyuslar va minuslar haqida. Chang'an avtosaloni joylashgani Samarqand viloyati Jomboy tumani M9 trassasida joylashgan. Avtosalon xodimlarining nomerini pastda qoldiramiz. Mashinamiz narxini oldindan aytamiz. Narxi 193 million 100 ming so'm. 4 xil to'lov turi mavjud. Naqd, persiyani, avtokredit, halol narsa savdoga chiqarib beramiz. Mashinamizda tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ballonlari 14 lik bo'ladi. Chang'anning eng katta plyuslaridan bittasi bu ramasi bo'ladi. Ramas juda ham mustahkam ishlangan. O'sha uchun yuk olish hajmi standarti 1 tonna 240 kg. 2 tonnagacha yuk oladi. Bu O'zbekistonda tent qilingan, juda ham sifatli qilingan, zavodskoyda qilingan va orqalari, eshiklari alikafondan yasalgan, ko'rishingiz mumkin. Pastda dugalarigacha qo'yilgan. Mana hozir ichkariga kirib o'zim ko'rsatib beraman. Baland qilingan, mana o'zimda bo'yim 176-177 o'zimda bo'yim, mana lekin boshim tekkan yo'q. Sifatli materiallardan obshipka qilingan. 2 tonnagacha bemalol yuk olishingiz mumkin. Endi hozir ichki salon holatlarini ham ko'rsatib o'taman sizga. Keling operator. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak. Salonida elektronli rul, yengil juda ham ruli. Magnitofoni bor, konditsioneri bor, 5 talik korobka. Oynalar elektronli tushib chiqadi. Center zamok pulti ham bor ekan mana. Pultlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonimiz bejiviy, juda ham chiroyli. O'zimga yoqdi shaxsan. Mashinamiz puliga arziydi. O'zbekistondagi narxiga. Xohlasangiz mana alikafonlisi ham bor ekan. Hammasi narxini telefon qilsangiz tushuntirib beraman. Mashinaning narxi 193 million. Xohlasangiz mana bunaqa variantlari ham bor. Tentni o'zi profildan qilingan. Xohlasangiz sandwich paneldan yasalgan varianti ham bor ekan. Sandwich paneldan sifatli qilib yasalgan. Buni ham telefon orqali bog'lanib, narxlarini bilishingiz mumkin. Mana keling, hozir bularda motor qismini ko'rsataman. Bu dubl kabina bo'ladi, lekin dubl kabina bilan boyagi tentlining ichidagi motor sistemasi, korobka, zadnimoz hammasi bir xil bo'ladi. O'sha uchun bunikini ko'rsatyapman. Motori 1.2 bo'ladi, ob'yomni 88 ta ot kuchi, injektor motor, sepli bo'ladi, zubchatka rem emas, adashmang, sepli motor. Xo'p, yoqilg'i turi benzinda rasxodi 100 ga 8 litr. Keling endi operator. Xo'p, Chang'an T3 modellarini ikki xili mavjud. Bularda faqat razmerida farq qiladi. Misol uchun, bunisining narxi 193 million 100 ming so'm, borti 3 metrlik bo'ladi. Bunisining narxi 184 million so'm, borti 280 lik bo'ladi. Keling operator, bu ko'rsating. Bunda kabina bilan bort bo'lingan. Mana bort uzunligi 3 metr. Bunisida bo'lsa esa kabina bilan bort bo'linmagan. Buni bort uzunligi 280, lekin ikkalasini ham zadnimoz, korobka, motor sistemalar hammasi bir xil. Hammani kutib qolamiz Chang'an avtosalonida. Obzorimiz yoqqan bo'lsa like bosing, Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qolishni unutmang. Hammaga rahmat.